Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir ishimizni yakunlaganmiz. Asaka tumani Qipchoq mahallaga qo'yilgan ishlarimiz. Alyumin Aldok seriya Alubest oq profilli oynasi bir qavat oq oyna bo'lgan. 3 ta oralig'i bor 2.25 dan, 2 ta oralig'ini 4 ko'z qilib, ochilish qilib setkalar bilan qo'yib berganmiz. Pashshaxonalari bonus bo'ldi, xudo xolasa. Bu cross ruchkalarda yopilishlari cho'tga chiqdi, xudo xolasa. Bu tomonda ham bitta oralig'imiz bor, shunaqa ochiladigan qilib berganmiz. Alkafonda urib berganmiz ustularini. Ligirovkalarga bitta baho berib berasizlar akalar. Mana shu qurbatlarni yapiladigan ligirovkalar. Rezinkalarni ham chekalarga bosma rezinka qilib berganmiz ana. Xudo xolasa, sovuq kirmaydigan rezinkalar tegib turadi profil bir-biriga. Patagoniylarni 25 lik qo'yib berganmiz. Seli ustunni yo'llarida ham choysiz qilib tushirib bergan xudo xolasa. Alayt ruchkalarda katta tuman ruchkalarimiz. Xudo bu ishlarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, narxlar 7 millionga bo'ldi. Общий 13,5 kvadrat, uzunligi 7 metr, bo'yi 1.80. Ikkita ochish, oralig' ochishlari bilan kvadrat 520 mingdan chiqdi. Alubestga pashshaxonalari bonus bo'ldi mana setkalar, xudo xolasa. Shuna xizmatlar kerak bo'lsa hamisha aloqadamiz. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat hammanglarga. Sog' bo'linglar.